Barchangizga assalomu alaykum. Juma tongi xayrli bo'lsin. Nasib qilsa, sizlar bilan mana biz yana Detektiv Yurist kanali va men boshlovchi Abdumalik Xambarov. Hurmatli o'rtoqlar, yuristlar va detektivlar, sizlar bilan anchadan beri ko'rishmayotgandek, ayrim sabablarga ko'ra kanalimiz faoliyatini ozgincha to'xtatdik. Faoliyatimiz bo'yicha ozgina muammolarga duch kelganligimiz sababli mana Xudo xolisa sizlar bilan yana birgamiz. Esingizda bo'lsa, sizlar bilan huquqiy ekspertiza loyihamizni avval boshidan boshlagandik. Bunga ham anchagina bo'ldi. Ayrim bir sababli bir holatlarga ko'ra to'xtatishga to'g'ri kelib qoldi hamda endi esa mana faoliyatimizni qonuniylashtirgan holda mana sizlar bilan yana o'z ish faoliyatimizni boshladik. Bugun kutib qoling, sizlar bilan Xudo xolisa nasib yangitdan mana avvalgi boshlab qo'ygan jarayondagi holatlarimizni ijobiy hal qilganimizdan so'ng va mana huquqiy eksperiment o'z tasdig'ini topgandan so'ng mana endi qaytadan bu narsani, bu loyihani huquqiy ekspertizaga o'zgartirdik hamda ushbu holat bo'yicha biz olib borayotgan barcha xatti-harakatlarimiz, huquqiy baholarimizni, huquqiy holatlarimizni sizlarga havola etib boramiz hamda sizlar ham o'z holatinglar bo'yicha bemalol fikr bildirishinglar mumkin. Sizlar bilan nasib qilsa yana tez orada, tez vaqtda, ya'ni yaqin fursatlarda ko'rishguncha, Xudo xolisa ko'rishguncha deb qolaman. Sababi bugun faqatgina qo'limizda, yurtimizda mavjud bo'lgan barcha murojaatlar bilan ishlash kuni deb e'lon qilamiz. Shu sababli Xudo xolisa bugun sizlarga kuni bilan qilib olib borayotgan barcha jarayondagi holatlarimni internet ijtimoiy tarmog'iga joylab boraman.